Tarmoqli marketingda qancha pul topsa bo'ladi? Tarmoqli marketingda pul chegaralanmagan. Tarmoqli marketingda noldan ham boshlasa bo'ladi. 20 yillik ish tajribamda juda ham ko'p shogirdlar chiqarganman. Kim noldan biznes qurmoqchi bo'lsa, tarmoqli marketing noldan biznes qurish imkoniyati. Odam olib kelish majburiyati yo'q tarmoqli marketingda. Kim vaqt erkinligini yaxshi ko'rsa, tarmoqli marketingda vaqt erkinligi bor. Tarmoqli marketingga ikki xil usulda kiriladi. Hech qaysi biznesda pul oson topilmaydi. Kim rivojlanishni yaxshi ko'rsa, tarmoqli marketingda doim bilim bor. Tarmoqli marketingda 14 yoshdan boshlasa bo'ladi. Demak, tarmoqli marketing takrorlash biznesi. Boy insonni ko'rmadim, pul yo'qotmagan. Kambag'al insonni ko'rmadim, pul yo'qotgan. Aynan tarmoqli marketing orqali passivniy daromadga erishish mumkin. Tarmoqli marketing bilan piramidani adashtirishlardan kelib chiqadi. Beshikdan qabrgacha ilm izlashimiz kerak. Bir holatda tarmoqli marketingda yutqizishingiz mumkin. Faqatgina tarmoqli marketingni to'xtatgan paytda siz yutqizasiz. Biznes treninglar tashkil etuvchi InTime ilm loyihasidamiz. Bugungi mehmonimiz Maya Adilova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.